O'quvchilarim uyga vazifalarni va topshiriqlarni bajarishmayapti. O'quvchilarni qanday jazolasam bo'ladi? Xo'p, jazolashdan avval buni oldini olishni o'ylab ko'rishimiz kerak. Bunda men sizga tavsiyam boshida, ya'ni kursni avvalida buni kelishib olib, qo'l qo'ydirib olish kerak. Ya'ni shartnoma tuzib olishingiz kerak. Masalan, uyga vazifalarni 80% bajarganlargagina biz sertifikat beramiz. Agar topshiriqlar vaqtida bajarilmasa, o'qidi degan sertifikat bo'ladi, lekin bitirdi degan sertifikat berilmaydi degan narsani ochiqlasangiz, shunda u mas'uliyatni o'quvchingizga yuklaysiz va u anglaydi. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Ham o'qituvchi, ham o'quvchi harakat qilgandagina natija bo'lishi. Diplomatik yondashuv hozirda andragonik ta'limda eng muhim element hisoblanadi va mana shundagina siz ham sizni natijangiz, ham o'quvchini natijasi qay darajada optimal bo'layotganini ko'rishingiz mumkin.